sessiyasida shahar saylov komissiyasi raisi, shahar kengashi saylangan deputatlar, shahar hokimi o'rinbosarlari, hokim, tegishli korxona tashkilotkorlari, uchastka saylov komissiyasi a'zolari, siyosiy partiya raislari, ommaviy vosita vakillari ishtirok etmoqdalar. Tavbida shahar kengashining 3 nafar deputati 16 nafari ishtirok etmoqda. Sessiya ochish uchun quorum yetarli. 7 shahar hozirda ommaviy shahar kengashining navbatdagi sessiyasi ochish to'g'risida kimdir haddi taklif bo'ladi. Ochilsin degan taklif tushyapti. Shu taklifni ovozga qo'yaman. Hozirlar. Rahmat. Qarshilar. Betaraflar. Rahmat. Davomdan dastan sessiya ochilib e'lon qilindi. Boshqa takliflar bormi? Agar takliflar bo'lmasa, ushbu taklifni o'quvchidan tasdiqlashni so'rayman. Hozirlar, qarshilar, betaraflar yo'q. Deputat Ashurov Maqdumovni sessiya qo'mitasidan matbuot ijrochiga berishimiz. Sessiya ishtirokchilari 7-shahar hozirda Olmos shahar kengashi tashqi sessiya kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Kun tartibida bitta masalamiz bor. Sessiya kun tartibidagi masala hozirda Olmos shahar kengashining bo'shab qolgan 11-mustaqillik saylov okrugi deputatiga o'tkazilgan saylov natijalari to'g'risida kun tartibi yuzasidan boshqa takliflar bormi? Agar takliflar bo'lmasa, huquqdan tasdiqlashni so'rayman. Hozirlar, rahmat, qarshilar, betaraflar yo'q. Kun tartibi tasdiqlandi. Sessiya ish tartibini belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Axborot va ma'ruza uchun 5 daqiqacha, savol va takliflar uchun 3 daqiqacha davom etib, sessiya ishini 40 daqiqada yakunlash taklif etaman. İş tartibi bo'yicha boshqa taklif bormi? Agar taklif bo'lmasa, huquqdan tasdiqlashni so'rayman. Hozirlar, rahmat, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat, kun tartibi tasdiqlandi. Sessiya ishtirokchilari kun tartibi masalani ko'rib chiqishga ta'minlash kun tartibi masalasi yuzasidan Olmos shahar saylov komissiyasi raisi Botir Do'stmetovga beramiz. Marhamat.
Saylov kodeksining 20-93 moddalariga hamda O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining 26-8-iyuldagi ayrim bo'shab qolgan o'rinlarga mahalliy kengashlar deputatlarini saylovini tayinlash to'g'risidagi 68 sonli qarorga asosan Olmaliq shahar 1-mustaqillik saylov okrugi bo'yicha bo'shab qolgan o'ringa xalq deputatlar Olmaliq shahar kengashi deputati saylovi 26 avgust yakshanba kuniga o'tkazib belgilangan edi. Mazkur saylovlarda ishtirok etish uchun ro'yxatga olingan 5 ta siyosiy partiyalar O'zbekiston Milliy demokratik partiyasi, O'zbekiston Liberal demokratik partiyasi, Xalq demokratik partiyasi, Ekologik partiya va Adolat sotsial demokratik siyosiy partiyalari o'z nomzodlarini ko'rsatdi. O'zbekiston Milliy demokratik partiyasidan Janqul Sodir Nadirovich, O'zbekiston Liberal demokratik partiyasidan Milliy muvaffaqiyat Baxtiyorjonovich, Xalq demokratik partiyasidan Mirzo Karimova Sohiba To'laganova, Ekologiya partiyasi Shalayev Muzaffar Abdullakilovich va Adolat sotsial demokratik partiyasi Umurzak va Shohista 3 karra nomzodlari ko'rsatilgan. Mazkur saylovlarni o'tkazish uchun 2 ta 81 va 82 uchastka saylov komissiyalari tashkil qilindi. 11-mustaqillik saylov okrugida jami 317 ta saylovchilar ro'yxatga olingan bo'lib, shulardan saylovda 2830 ta saylovchidan 76,1% saylov kuni saylovda ishtirok etdi. Shundan 140 ta saylovchi, ya'ni 138% muddatdan oldin ovoz berdi. Jami saylovlarda ishtirok etgan saylovchilarning ovozi quyidagi tartibda ro'yxatga olindi. Milliy demokratik partiyasi Janqul Sodir Nadirovichga 174 ta saylovchilar ovozi, ya'ni 10,1%. O'zbekiston Liberal demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzod Milliy muvaffaqiyat Baxtiyorjonovga 2150 ta saylovchi, ya'ni 76% ovoz. Xalq demokratik partiyasi ko'rsatgan nomzod Mirzo Karimov Sohiba To'laganovaga 296 ta saylovchi, ya'ni 10,4%. Ekologik partiyadan ko'rsatilgan nomzod Shalayev Muzaffar Abdullakilovga 108 ta saylovchi, ya'ni 3,8%. Adolat sotsial demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzod Umurzak va Shohista 3 karra 81 ta saylovchi, ya'ni 2,8% saylovchilar ovoz bergan. Xalq deputatlari shahar kengashiga saylovni o'tkazuvchi 81 va 82 uchastka komissiyalarning 26 va 18 avgustdagi bayonnomalariga asosan Olmaliq shahar saylov komissiyasini qaror qildi. 2026 avgust 34 sonli qaror. Xalq deputatlari Olmaliq shahar kengashining 11-mustaqillik saylov okrugidan bo'shab qolgan o'ringa deputat saylovi natijalari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Saylov kodeksining 20-26, 92, 93, 96 va 97 moddalarga muvofiq hamda uchastka saylov komissiyalari ovozlarni sanab chiqish natijalari to'g'risidagi bayonnomalarga asosan Olmaliq shahar saylov komissiyasi qaror qildi. Birinchi 2026 avgust kuni o'tkazilgan bo'shab qolgan o'ringa xalq deputatlari Olmaliq shahar kengashiga deputat saylov o'tgan va haqiqiy deb topilsin. Ikkinchi 11-mustaqillik saylov okrugidan xalq deputatlari Olmaliq shahar kengashiga saylangan bir nafar, ya'ni